Bilmaganlar uchun bildirma, bilganlar uchun eslatma. Bizda har qanday yuk avtomobillariga reklama xizmati ham bor. Shunaqa reklama xizmatlaridan biriga kelganmiz. Begovodga, Namangan, Yangi Qo'rg'on Begovodga kelganmiz. 380 bo'ladi bort uzunliklari. Changan Shega plus qo'sh balondan bo'ladi bu. 380 ga 180 tent, shtorka tentlar bilan 2025-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. Roller elektronik gidravlika ABS'largacha bor. 44 ming yurgan, tentlarni qilib qo'yilgan. 6 ta balon, yangi sechka balon qo'yib qo'yilgan. 265 talik metan balonlari bor. ABS, roller gidravlika, hamma narsasi xudo xolis tayyor avtomobil. Parollargacha bordan bu. 4-paklarni gazdan qo'ygan ekanlar. O'zlariga minaman deb tayyorlagan avtomobillarni qanaqadir holatda sotib olib qo'yibdilar. Shtorka tentlar yig'ishtiriladigan, tunkalar qadab qo'yilgan, taglariga mana qanday rezinkalarni so'yib qo'yilgan. Mashinamiz xullasi olaman, minaman deganlarga general devrasini egasi bilan gaplashib olasizlar, telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. Kelish olasanlar beradilar, kelish olmasan oformlikni qilib olaverasizlar. Muammosi yo'q. Xo'p, buni yangi salondagi narxi o'zi 19,5 ming dollar bo'lgan. Bu oqomni 19,5 ming dollarga olib, 10 millionga tent qildirganlar. Ikkita gaz balon qo'ydirganlar 7 millionga. Sechka balon, sizdina chexol qildirganlar. Hamma ishini qildirganlar, sullasi qilish kerak bo'lgan hamma ishini qildirib qo'yganlar. Men olaman, minaman deganlarga zo'r holatda 19,200 dollar debdilar. Shunda degani kelishtirib berishlari mumkin. Bog'lanib gaplashib olaverasizlar. 380 ga 180 bo'ladi iniga. Mashinamiz zo'r, kelishib bog'lanib olsani bo'ladi. Hech qanaqa udarkaltalar yo'q. Yangi mashina qanday bo'lsa shundoq turibdi. Gaplashib olaverasizlar. Shunaqa mashina istagan tinchlik jo'natib qo'yishdan chiqmasin.